bir maza qilayotganimizda. Jin deyapti, jin ne? Mana chiroqdan, ye. Ketir qani. Dadav, shamchiroqni bitta ish qilaganim ichidan qilib chiqib keldi. Yo'q, bacham, bu yoq salarkan, idishidanmi, unitaz bachokdanmi chiqqanga o'xshay ekanlar. Ashabikum? Ya bila bu gapiradiganmi bu? Nima qilibdi bu? Birinchi tilagim davcha terib berib. Nima? Davcha. Davchani pishirib yeysanmi? Sakallang bo'lma, jin bo'lsa bu normal tilak. Bala tushundim dada, aybimni tushundim men. O'z mazakimni to'g'rilayman o'zim. To'g'rila. Apa bir tuzam tashkil qiling, botirib yeymizda. Hozir sevib kelaman. Oy, mana ay bu diyona desam jini undan batar diyona. Adima og'zimga tashangani. Mana jin bo'lsa agar bu yo'q. Mana zakonni narsa aylansin qani, ha? Aylansin. Jonim, jinim, o'zimni.